har bir xizmat ko'rsatadigan servislarda muomalat ilmi to'la-to'kis shakllanishi kerak. Bu avtomobil egalari bilan ham shunchaki telefonda salom alik qilib, bir muddat o'tgandan keyin yana bizga telefon qilganlarida hech qanaqa muammosiz ishlarni bitirib berishimizni aytdik. Qaysidir ma'noda shubha qildilar, so'radilar, oldin qo'yganmisizlar bunaqa narsa dedilar. Ha, akajon, muammo yo'q deb dalillari bilan Telegramda aytdik. Narx aytganimdan keyin ozgina kuldilar, oqibat uchun nima bo'ladi dedilar. Oqibat uchun $50 ketdi aka dedim. Lexus GX 550 avtomobilimiz standart holatidan ko'tarilgan, chunki off-road uchun eng komfort avtomobillardan bittasi bo'lgani uchun har qanaqa vaziyatda qiynalmasdan harakat qilinishligi uchun bu mashinani ko'tarib qo'ygan ekanlar. Akamiz Amerikadan elektronik parok chaqirtirgan ekanlar. Biz uni chiroyli qilib qo'yib berdik. Ishlashiga bitta baho beramiz. Eshikni bitta ochamiz, elektronik parok tushib keladi. Bemalol oyoqni qo'yib chiqsa bo'ladi. Buni standarti bo'yicha o'zi 300 kilogrammgacha og'irlikni ko'tarishi yozilgan, belgilangan. Sizlarni ham har qanaqa avtomobilinglar bo'lishidan qat'iy nazar, ishinglarni chiroyli qilib, zo'r qilib bitirib berishga ishonchimiz komil. Endi shuncha yillik tajriba bo'lib turib, ishinglarni chiroyli bitirmasak sharmanda-da. Hammalarning xizmatlarimizga taklif qilamiz. Barcha turdagi xizmatinglarni ideal qilib bitirib berishga astoydil harakat qilamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.